Qizimga yaxshi qarashinglarni bildim. Lekin kechiring. Bolamsiz yasha olmayman. Menga qarang. Sizga pul kerak bo'lsa beraman. Aytgan summangizni topib berishga harakat qilaman. Pul kerak emas. Menga qizim kerak. Farzand kerak bo'lsa-chi, tashlab ketmaslik kerak edi. Agar qizimni bermasangiz, kerakli odamlar bilan kelib, baribir olib ketaman. Tushunsangiz-chi, men uydagi xotinim biz o'rganib qolganmiz u qizchaga. Bizni ham tushunsangiz, iltimos sizdan. Sizni tushunaman. Lekin qizimsiz men ham yasha olmayman. Ertaga shu vaqtda kelib, qizimni olib ketaman. Kechiring. Voy, amakajon. Keldingizmi? Sizni zo'rg'anib ketdim. Qara, senga nima olib keldim? Voy, yo'ling, men sizga zo'rlashda ko'rsataman. Qara yurchi. Nima qilyapti bular? Bular ovqatlanishyapti. Bu biz. Mo'xchihla opam. Bu men. Bu qizil kiyimdagi kim? Oyim. Yo'q. Bermayman. Hech qanaqasiga. Qayoqda ekan shu paytgacha? Qayerda yurgan ekan, nimaga kelmadi? Majbur bo'lgan ekan. Nima majbur qilish mumkin? Onani farzanddan voz kechishga nima majbur qilish mumkin? Tushunmayapman. Sekinroq. Sekin. Yo'q. Men qizimni bolam bermayman. Bermayman hech kimga. Sani bola emas u. Tushun. U bizni bolamiz emas. Birovniki. Muslimani onasi u ayol. Oyim. Oyim keldilarmi? Oyimni so'kindim. Iltimos, oyim tavbalaylar.